Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazida pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning metodik salohiyatini oshirish hamda ta'lim jarayonidagi zamonaviy yondashuvlarni ommalashtirish maqsadida respublika miqyosidagi metodik marafon tadbiri tashkil etildi. Tadbirda umumta'lim maktablarining aniq fanlar, tabiiy va iqtisodiy fanlar, ona tili va adabiyoti hamda boshlang'ich ta'lim yo'nalishlarida faoliyat olib borayotgan mentor pedagoglar ishtirok etishdi. Hozir shu haqda. Tadbir doirasida o'tkazilgan webinar va amaliy mashg'ulotlar jarayonida ishtirokchilar o'zaro tajriba almashish, ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan tanishish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan yangi g'oyalarni muhokama qilish imkoniga ega bo'ldilar. Shu bilan birga ma'ruzachilar tomonidan pedagoglarning malakasini oshirish, ularning ruhiy zo'riqishga chidamliligini mustahkamlash, kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish kabi dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Metodik marafondan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Bugun ta'lim islohotlarining o'zagida, markazida albatta pedagoglarimiz turibdi. Pedagoglarimizni har tomonlama rivojlantirish, ularga metodik yordam ko'rsatish, xalqaro baholash tizimlari bo'yicha yangi ko'nikmalar berish eng muhimi. Bugun pedagoglarimizni yutuqlarini ommalashtirish, ular erishgan yutuqlarni respublikamiz bo'ylab targ'ib qilish va bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlarini ongli ravishda tushungan holda real hayotda uni ko'rsatishdan iborat. Bugungi metodik marafonda Samarqand viloyatida va butun respublikadan 2000 dan ortiq o'qituvchilar qatnashishi rejalashtirilgan. Metodik marafon ham onlayn, ham offlayn tarzda tashkil qilinmoqda. O'qish savodxonligi bo'yicha, aniq fanlar shubasi bo'yicha, tabiiy fanlar va boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'yicha 4 ta shubaga bo'lingan holda davom ettiriladi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim sohasida farq emas imkoniyat tamoyili asosida yondoshish, har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim berish, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish kabi muhim mavzular yuzasidan ham atroflicha fikr almashildi. Mutaxassislar tomonidan amaliy misollar va metodik tavsiyalar taqdim etildi. Metodik marafon davomida o'qituvchilar, aynan o'qituvchilar orasidan saralab olingan mentor o'qituvchilar tomonidan qolgan hamkasblariga o'zlarini demak bilimlarini, ya'ni misol uchun amaliyotdan kelib chiqib, aynan qanday o'qitish usullarini qo'llash kerak yoki qanday axborotlashgan manbalarni berish kerak kabi ma'lumotlar bilan berib borishmoqda. Shuningdek, barcha berilgan metodik majmualar, metodik resurslar barchasi jamlanib, ta'limni rivojlantirish markazining yagona raqamli resurslar portaliga joylanib boriladi va bu portaldan barcha ma'lumotlarni olib, o'qituvchilar ish faoliyati bemalol foydalanish imkoniyati ham beriladi. Amaliyotda o'zini ishlab chiqargan metodlari bilan qo'llab ko'rsata oladigan ustozlar bilan birga jarayonda ishtirok etyapmiz. Bu metodik marafon bizga haqiqatdan ham juda ko'p narsani berayapti. Nafaqat bir-birimiz bilan metodik yo'llarni almashyapmiz, balki motivatsiya olyapmiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlayapmiz, bir-birimizdan o'rgangan narsamizni qanday o'rgatishni o'rganyapmiz. Ya'ni bu yerda nafaqat biror bir yangilikni o'rganish, balki mana shu yangilikni o'rganishni o'rgatish targ'iboti ketyapti va inson ayniqsa pedagoglarda bo'lgan shijoatni rivojlantirish, o'zida motivatsiyani uyg'otish, boshqalarni o'ziga jalb qilish, berayotgan bilimini sifatli tatbiq qila olishni o'rganyapmiz. Tadbir yakunida ishtirokchilar ushbu marafonning pedagoglar uchun katta ahamiyatga ega ekanini, bunday tashabbuslar ta'lim tizimida sifat o'zgarishlariga xizmat qilishini ta'kidladilar. Bir so'z bilan aytganda, metodik marafon pedagoglarning kasbiy o'sishi, ijodiy salohiyatini rivojlantirish va zamonaviy ta'lim talablariga moslashishida muhim platforma bo'lib xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi.